Yo, zoomerlar, barchaga assalomu alaykum. Videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz sizlar bilan mana shu rivojlanib borayotgan ijtimoiy tarmoqlar, internet asrida sun'iy intellektlar va kontent haqida gaplashamiz. Bu video xiyonat qilayotgan malina yoki qulupnayga qanaqa qilib generatsiya qilish haqida emas. Ya'ni mevadan gapirtirmaymiz. Seriyozli gaplashamiz. Bomba introduction dars bo'ladi. Bugun xudo xohlasa sizlar bilan men 20 minut ichida o'zimni haqiqiy tajribamdan kelib chiqqan holda mana shu sun'iy intellektlar haqida sizlarga eng qiziq joylarini gapirib beraman. 20 minut faqat havo emas, zerikib qolmaysizlar, haqiqiy go'sht bo'ladi. Meni Instagram orqali kuzatib kelayotganlar juda yaxshi bilishadi. Men sizlarga avvalambor juda ham kattakon rahmat aytmoqchiman, chunki men deyarli 3 yildan buyon mana shu sun'iy intellektlar orqali, AI orqali kontentlar tayyorlashni men o'rgatib kelaman Instagramda. Endi hozir bozorda bunaqa sun'iy intellektchilar juda ko'payib ketgan, ochig'ini aytib o'tib ketish kerak. Haligi banan, malina videolar juda ham ko'p hozir. Buni qanaqa tayyorlash o'rgatadi yo'llar ham va shularning ichidan filtrlanib kelib aynan menga qiziqish bildirganinglar va meni o'sha tajriba bilimlarimga qiziqish bildirganinglar meni juda ham xursand qildi. Men sizlarga kattakon rahmat aytmoqchiman. Respekt. AI va content 2026-yilda qanaqa qilib mana shu o'yin qoidalarini o'zgartirish mumkin? Noto'g'ri fishkani yurib bordim. Otdan boshlaymiz. Ko'pchilik o'ylayapti, mana hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda AI ni davri keldi, sun'iy intellektni davri keldi va haqiqiy content makerlarning davri tugab boryapti. O'zbeklar hukmdorni ko'rganlar bo'lsa bilishadi, elflar davri tugadi. Odamlar davri kelyapti. Unaqa emas, xavotir olmanglar. Sun'iy intellektni davri keldi, lekin u sizni ishingizni olib qo'ymaydi. Biz uni ishini olib qo'yamiz. Hazil, rostdan lekin. Shuni tushunishimiz kerak, sun'iy intellekt hech qachon ijodkorlarning ishini olib qo'ymaydi. Yo'q. Agar Da Vinci hozirgi davrda tug'ilgan bo'lganida ham u ijodini ko'rardi. U AI bilan prompt yozib o'tirardi, balki, lekin rasmini ham chizardi. Men shunaqa o'ylayman. Xo'sh, unda sun'iy intellekt rivojlanib ketyapti. Ko'ryapmiz, mana ijtimoiy tarmoqlarda rostdan mana ba'zi videolarni ko'raman, men ajrata olmayman, bu sun'iy intellektmi yoki yo'qmi? Kimlarnidir qiyofasida nimadirlar gapirishadi, bo'lishi mumkin. Mana ko'zinglar tushyapti hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda. Motion control chiqqandan keyin bizanikilar vobshe O'zbekistonda Messi tug'ilibdi desa ham ishonishadi, Messining qarisi bor ekan, yosh bolasi bor, Jackie Chan kelibdi desa ham ishonishadi. Shu daraja ishontirib qo'yapti. Lekin sun'iy intellekt hech qachon haqiqiy ijodkorlarning ishini olib qo'ymaydi. U shunchaki harakat qilmaydigan, o'ylash istamaydigan ijodkorlarning ishini olib qo'yishi mumkin. Bu lekin haqiqat. Qisqacha o'zimni tajribamdan kelib chiqaman. Mani eng yaqin content creator do'stlarimdan biri Mohir Motion, u Blender orqali hozirgi kunda juda ham zo'r professional O'zbekiston bozoridagi qimmatli kadrlardan bittasi zo'r kontentlar qiladi va u ham o'zini ishlariga AI aralashtiryapti. Qaysidir jabhalada mana Blender orqali ishlaydiganlar bo'lsa bilishadi, xabaringlar bo'lsa kerak, 3D animatsiyali videolarni yaratadigan dastur kompyuter orqali. Demak, u o'zining videolarida oldin Blenderda teksturalar qilish qiyin bo'lgan bo'lsa yoki ko'proq vaqt olgan yoki operativkaga biroz nagruzka bergan bo'lsa, AI orqali chars bitta rasm generatsiya qilyapti, Blenderga tashlayapti, bo'ldi. Videosida teksturalar tayyor. Masalan, yer, quyosh, devor orqamdagi o'tirgan stolimni ko'rinishi, vizuali. Lekin u o'sha Blenderda boshqa animatsiya ishlarini, o'zini o'sha professional ishlarini qilaveradi. Sun'iy intellekt unga faqat yordamchi bo'ldi, assistent. Suv ichib olishim kerak. Videoni shu joyda zerikib qolmasligingiz uchun aytib qo'yay. Ozgina mana shu informatsiyalardan o'tib olsak, men sizga o'zim yasayotgan mana shu Instagramda oxirgi yasagan AI sun'iy intellektli videolarimni qanaqa qilib yasaganim, qaysi saytlar orqali, qanaqa promptlar ishlatganim, qanaqa AI modellarni ishlatganim, qanaqa dvijoklar, masalan, Grok, Gemini, Nano Banana, bizda yana nimalar bor, Veyo, xullas o'shalarni qanaqa ishlatayotganimni ham men qisqacha ko'rsatib o'tib ketaman. Bor u joyi, ozgina kutishimiz kerak. Hozir men sizlarga bitta boshqa mavzu haqida gapirmoqchiman. Toni Starkni yaxshi ko'ramiz, qasoskorlarning shaxsan fanatiman o'zim va Toni Starkni bilsa, Jarvis bo'ladi-yu, Jarvis yoki Friday undan keyin chiqqani yordamchi assistent, AI assistent. Stark hamma buyruqlarni Jarvis orqali amalga oshiradi. Kostyumini ham o'sha Markni ham Jarvis boshqaradi, bilamiz buni. Biz sun'iy intellekt taxminan shunaqa qabul qilsak bo'ladi. Ya'ni asosiy janglarni, asosiy qarorlarni baribir Toni Stark o'zi qabul qilgan. O'sha cheksli toshlar orqali unaqa shelchok qilganda ham uni Jarvis yoki Friday qilmagan. Uni temir odamni o'zi qarorni qabul qilgan. Jarvis o'sha yerda kiyimni boshqarib, ham servislarni kontrol qilib turgan. Masalan, dushmanlar yaqinlashyapti, ko'payyapti, chapdan, o'ngdan yoki o'sha orqadan kelayotgan o'zi hujum qilib turgan bo'lishi mumkin. Bu taxminan shunaqa tushunishimiz kerak sun'iy intellektni, lekin baribir asosiy qaror qabul qiluvchi insonlar bu biz. Sun'iy intellektni o'zi emas. Sun'iy intellekt kompyuterdan chiqib siz o'rningizga Instagramda blogerlik qilgisi kelmaydi hech qachon. Unga zararlanmas, kerak emas unga. Unga podpischiklar, unga prosmotrlar, unga sotuvlar oshishi, yo'q. U bizga kerak. Sun'iy intellekt o'sha narsani, "Davay men qilib beraman senga, podpiskamni to'lab qo'y" yoki masalan, pullik-ku, podpiskamni to'lab qo'y, men senga yordam bera olaman. Lekin oxirigacha emas. O'zing aytasan, men nima qilish kerakligini men o'shani o'zim qilib beraman deydigan bitta Jarvis
robot. Mana tasavvur qiling, siz bir vaqtda o'zida ham ssenarist, ham rejissyor, ham montajyor, ham u content maker bo'lishingiz mumkin. Marketolog, SMMщик. Bu nima degani bilasizmi? Bu charchash, stress, burnout degani. Ertalab turasiz. Yana ishgami? deysiz o'zingiz. Bo'lganmi hayotingizda shunaqa holat misol uchun? Mana menda bo'lgan. Voy, mana endi shu sun'iy intellektlar chiqdi, biz nima qilyapmiz? Hamma olgan yelkamizga yuklab borib multitasking. Uni qilishim kerak, buni qilishim kerak, buni juda ko'p. Bir kunda nechta klient bilan ishlaysizlar, nechta proyektinglar bor misol uchun. Charchaysizlar, to'g'rimi? Mana inson faktori biz charchaymiz. Biz juda ko'p ishlarni qila olmaymiz bir kunda. Men Gerkules bo'lsak ham. ChatGPT chiqdi, shu yelkamizdagi yuk endi ChatGPT emas, umuman sun'iy intellektlar chiqdi, yelkamizdagi yukni endi taqsimlaymiz. Sanga yozgina ishlalaring endi. Men sizlarga podpiska to'layman, sizlar ishlaysizlar. Men sizlarni kontrol qilaman davomimizda. Oddiy misol, mana 4 yil oldin men ijod qilganman, bilaman. Hozir mana shu ChatGPT, Claude, Gemini, boshqalar chiqqanidan keyin dasturchilarning ishi, qancha dasturchilarni, qancha kod yozadigan, men IT'da ham ishlaganman, bilaman. Qancha marketolog, SMMщикlarning ishi, SMMщикlar voy xursand bo'lib ketish kerak. Copywriting, qo'lda yozishardi odamlar, ishonasizlarmi? Uzun tekstdan hozir prosta ChatGPT yozib beryapti bizga, tan olinglar. Sirlarni ochish vaqti keldi bu. Telegram blogdan ChatGPT yurityapti, biz emas. Vot. Qancha odamlarni, misol uchun oddiy montajyorlarning ishi ham ancha osonlashib ketgan. Caption chiqqandan keyin siz ko'radigan registrda subtitrlar bor-ku, odamda qo'lda yozishga erinardi. Men ham ochiq gap erinaman, u videoda nechta so'z ishlatiladi. Hammasini montajda bitta tekst qilib taq 800 ta, 600 ta bilmayman nechta so'z ishlatiladi bitta videoda. Hammasini yozib chiqish kerak-da misol uchun. U caption o'zi qancha osonlashtirib yubordi oddiy content creatorlarning ishini-da. Oddiy misol sizlarga. Vot, shuning uchun bizning yelkamizga o'sha yuklarni olishni boshladi oxirgi 4 yildan buyon. Buni biz sezyapmizmi yoki yo'qmi? Bu haqiqat. Demak, shu joygacha tushunib oldik. Hissiyotlarni, ma'no, mantiq, qarorlarni insonni o'zi beradi. Sun'iy intellekt bo'lsa, tezlik bilan bizga shu ishlarimizni hal qilib beradi. Hammasi oson. Xuddi mana Dobbyni bilsanglar kerak, Garri Potter muxlislari bo'lsa, salom sizlarga. Dobby bu kishi Garri Potter olamidagi elf, uy xizmatkori. Aytgan ishingizni qiladigan, endi qul degim kelmayapti, xizmatkor elf. ChatGPT tipi. John Rowling ChatGPTni oldindan bilganlar. Yana ham soddaroq aytaman, bu videoda bugun sizlarga AI qanaqa ishlashini tushuntirib bermayman. Sun'iy intellektni qanaqa o'zingizga moslashtirib olishingizni ko'rsatib qo'yaman, bo'ldi. Endi sun'iy intellekt qanaqa ishlashi, bu alohida mexanizm, alohida kodlar, alohida bazalar va bu boshimizni og'ritishimiz shart emas bu narsa uchun. Ishlayapti qancha serverlar, operativkalar narxi oshib ketyapti bozorda. Gamerlarga salom. Yana bitta real case sizlarga mana bugun bo'lgan voqeani aytib beraman. Bugungi sana nasib qilsa 19-aprel. Menga bitta tanishim telefon qilib chiqyaptilar. Nizamov Odil, charchamayapsizmi? Bizga bitta yordamingiz kerak. Bitta sahna qilyapmiz, ya'ni film ishlashayotgan ekan. Sun'iy intellekt bilan qilib bera olasizmi shuni? Uy yonib ketishi kerak. Ha, zo'r, yo'q beraman. Nimaga VFXchilarga chiqmadinglar? VFX bilasizlar, VFX bilan yoqil o'zi kinolarda o'zi VFX ishlatiladi, vizual effektlar. Birinchidan VFXchi bizdan ko'p vaqt so'rayapti. Bir kunda qilib bera olmaydi. Vaqt ketadi unga. Va olovni animatsiyasi qiyinroq boshqa animatsiyadan. Shu bilan olovniki bilan bilamiz. Endi bilmasanglar aytib qo'yaman. Qiyinroq qilinadi tayyorlanishi, renderlari masalan. Narxi ham qimmatroq. Tan olishimiz kerak, VFXchilar arzonga ishlashmaydi. Ular nima xohlashyapti? Tezroq va arzonroq bitib ketadigan narsa. Shuni qilib bering deyishdi. Keyin endi u yog'i boshqa mavzu. Xullas, AI ning kontentdagi asosiy ustunlari. Yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Kontentdagi eng katta muammo bu kamera yo'qligi emas, bu g'oya yo'qligi. Shuni tushunib olinglar. Ko'pchilik mana kameram yo'q deb noliydi. Blog boshlaydiganlar, o'sha content makerlar, mani professional kameram yo'q. Men videoga olishim uchun Sony Alpha 7 yoki FX3 bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasa iPhone 17 Pro Max 1 terabayt Orange USA region bo'lishi kerak deyshadi. Yo'q, o'rtoqlar shoshmanglar. Kelishib olinglar. Shunaqa blogerlar bor. Mana soddaroq qilib tushuntiraman. Sun'iy intellekt haqida emas, mana shunaqa blogerlar bor. Men hozir ba'zilarining usernamelarini eslolmayapman, lekin ular Android telefonda content qilishadi va biz ularni mazza qilib sevib ko'ramiz. Oddiy misol, agar siz astronomiyaga qiziqsangiz, Orif astronomiya degan aka borlar, ular koinot haqida videolar qiladilar. iPhone'da qotdilarmi yoki yo'q, boshida shunchaki o'zlarida bosh Android telefonda content qilganlar. Shu narsani to'g'ri qurib olinglar boshidan, o'rtoqlar. Kamera sizga, men sizga hozir aytishga Arri Alexa qo'yib qo'ysam ham, sizga g'oyiz bo'lmasa, siz qanaqadir trash narsa haqida o'ylab yurgan bo'lsangiz, foydasi yo'q. Arri qo'yib qo'ysam, Arri bilamiz, bu kino kamera professional. Qancha turadi bilmayman, $200,000 tursa kerak. Content makerlarning ko'pchiligidagi muammo bu g'oya yo'qligi. Ya'ni boshida mana shu narsalarni o'zligi bahona qolishgan. Menda uy yo'q. Uy yo'q degani shu
studiya yo'q, mana bunaqa chiroyli studiyam yo'q, mani kameram yo'q, professional mikrofonim yo'q. Mana shu narsalarni boshidan o'ziga baryer qilib, miyaga to'siq qilib qo'yib olishganda blog qilmay yurishibdi. 3 yil, 4 yil, 5 yil nasib qilsa agar siz 2020-yil bu narsani reja qilgan bo'lsangiz, 6 yil bo'libdi do'stim. 6 yil. O'sha yili tug'ilganlar keyingi yil maktabga chiqadi. Demak, shu narsani tushunib olaylik do'stlar, kelishib olaylik. Bizga texnika, ya'ni asosiy hardverdan ko'ra birinchi softver muhimroq. Softver, ya'ni g'oyalarimiz, biz o'zi qanaqa konsepsiya qurmoqchimiz, o'zi nima haqida blog qilmoqchimiz, masalan, u mavzu aktualmi, ko'riladimi, Instagramga kirib ketadimi? Og'ir mavzular bilan Instagramga kiryapmanmi hozir yoki yengil mavzular bilan kiryapmanmi? O'zi kimgadir qiziqmi? Masalan, mana shuni men bermasam ham odamlar Instagramda o'tiryapti, har kuni ko'ryapti boshqa blogerlarning videosini. Yo, meni kutib turibdimikan hamma Instagram kelishimmi? O'sha odam kelsa boshqacha bo'lardi Instagram, gullab ketardi Reels. Deyaptimi siz haqingizda kimdir? Yo'q. Do'stlar, bu muammo o'zimizning miyamizda. Biz miyamizga bir dunyo to'suvlar qo'yib olganmiz, bahonalar, soddaroq aytganda bahonalar. Shu nimadir yo'q. Va biz hech qachon blog yuritishni boshlamasdan boy va badavlat blogerlarga havas qilib o'tib ketaveramiz. Men sizlarni moddiyatga kim bilandir solishtirish o'laroq gapirmayapman, shunchaki haqiqatda masalan yurishibdi Tailandlarda, Vyetnamlarda blogerlar dam olib просто story solishgan ikkita o'tgan kuni. Xo'p, demak davom etamiz. Shu joyda AI bilan nima qilsa bo'ladi deyishinglar mumkin. Do'stlar, kelinglar biron marta mana shu mavzu haqida, miyalardagi blog yuritish, blog boshlash haqida ChatGPT bilan bir suhbatlashib ko'rganmisizlar o'zi? Nimadan boshlasam bo'lar ekan, nima qilsam bo'lar ekan? Balki gaplashgandirsizlar, balki u ham sizga bir dunyo yaxshi foydali maslahatlar bergandir. Siz balki qilmay yurgandirsiz, cho'zib haligi boshida gaplashganimizdek. Endi men o'zim aytaman, ChatGPT mana men o'zim aytaman, bloger sifatida aytaman, boshlash kerak. Sun'iy intellekt bilan buni osonlashtirsa bo'ladi hozirgi davrda. Real shu joyda bitta real misol keltiraman. Yaqinda menga Honor kompaniyasi smartfon ishlab chiqaradi. Bilamiz, reklamaga chiqishga menga smartfonni berib yuborishdi. Mana shu qayerdadir yotibdi. Xullas, qaytarib berib yuborishim kerak. Va ular menga telefonni obzor qilib berishgan. Masalan, mana texnik obzor yo'nalishi menda. Men nima qilyapman? Buni kamera bilan syomka qilib, ko'chalarga olib chiqib, mana bunaqasidan anu kamerani aylantirib, bu chotki korpusligini ko'rsatib berishdan ko'ra, mana shu narsani AI bilan undan ham professionallik qilib ko'rsatib berishni niyat qildim, reja qildim va o'xshadi. Mana shu kadrni ko'rsanglar bo'ladi. 100% AI bilan yasalingan. Men boshqa obzorlarimdan shunday ajralib turibdi. Mana ko'ringlar. Bu videoni ko'rmasdan oldin Honor 600 Lite smartfonini sotib olmang. AI tugma bilan birdaniga kameraga kirib, professional darajada rasmni olsangiz bo'ladi. 1.8 megapikselli asosiy kamera, 5520 milliamperli akkumulyator, prosessori MediaTek Dimensity 7150. Smartfon smooth ishlasini ta'minlaydi. Bu narsani o'zi o'sha boshida aytganimdek VFX-chilarga bersak qilib beradigan ishlaydi, lekin men buni AI bilan 2 soatda qilib yubordim. Syomkam bo'lgan, asosiy ishlar AI bilan bitib ketdi videoda. Shuning uchun mana real bitta case'da misol keltiraman. Va yana bitta sizga real case'da yorqin misol keltiraman. Men o'zimning ijodimdan, ya'ni men birovlarning ijodidan misol keltirishdan ko'ra o'zimning ijodim bilan misol keltirishim afzalroq deb bilaman. Shuning uchun xo'sh, mening miyamda bitta ideya bor edi, g'oya bor edi. Mana aytib beraman, hech qayerda aytmaganman, eksklyuziv sizlarga. Chunki meni intervyularga chaqirishmayapti nimagadir. O'shaning uchun o'zimning videolarimni gapirib o'tiraman endi. Demak do'stlar, qaranglar. Menda bitta ideya bor edi. G'oya bo'yicha bir inson katta kenglikda adirda o'tlar o'sib ketgan, masgacha yam-yashil o'tlar, bo'yi baravar o'tlar o'sib yotibdi. Ufqqa quyosh botishiga qarab turgan inson. Golden hour deydi-yu, o'sha bizda shom vaqti deydi-yu, quyosh botishidan oldingi vaqt. Xullas, o'sha vaqtda quyosh botishiga qarab turibdi dardga cho'mgan inson. Chunki hamma insonlar va uni barcha yaqinlari o'lib ketgan, robotlar tomonidan o'ldirilgan va bitta robot kelib u bilan o'sha joyda gaplashish kerak. Dialog bu joyda pik bo'lishi kerak edi. Ya'ni robotga inson shikoyat qilish kerak. Salla aybdorsanlar. Meni hamma yaqinlarim o'lib ketganiga salla aybdorsanlar deyish kerak edi va robot unga aslida odamlarning asl yuzi qanaqaligini ochib tashlash kerak edi. G'oya shunaqa edi. Men buni nima qilmoqchi edim? Mana bahor mavsumi kelyapti, Krasnogorskka chiqib, o'sha yashil maskanlarga chiqib syomka qilmoqchi edim, lekin u yoqga musor to'kib tashlashibdi. Yo'q, gap bu haqida emas. Va birinchidan bu g'oya menga qishda kelgan va men bahorgacha kuta olmasdim. Qishda bilamiz, O'zbekiston tabiati hamma yoq o'lik bo'ladi va bahorgacha 2 oy kutkim kelmaganda nima qilsam bo'lar ekan? O'sha payt baxtimga tap etib Kling Motion Control degan yangi dvijokini chiqarib qo'ydi baxtimizga. Sog' bo'lsa Xitoylik akalarimiz, agar ular Xitoylik bo'lsa. Xullas, o'sha Motion Control orqali endi men o'ylagan miyamdagi narsa, o'sha hozir bergan g'oyamni AI bilan mana shu studiyadan chiqmasdan turib tayyorlab olsam bo'ladigan bo'lib qoldi. Why not deyman? Nega yo'q? Qildim o'sha narsani. Mana ko'ringlar, necha 600 mingcha ko'rildi, 40 mingta like, kommentda respekt ko'rsatgan hamma blogerlar, ko'p blogerlar va men faxrlandim o'zimdan o'sha momentda. Ko'rishingiz mumkin.
shu go'zal manzarada kutib olar ekansan-da. Nega? Nega bu narsani xohlab qoldilaring? Xullas mana shu ta'sirli video bilan men nima demoqchiman? Mani ancha ishlarimni sun'iy intellekt osonlashtirib berdi. Birinchidan men bahor kelishini kutganim yo'q va studiyadan chiqmasdan turib o'sha videoni tayyorladim. U yoqda syomka bo'lgan joylari ham bor. Ya'ni mana shu kamerani qo'yib syomka qilganmiz, postanovka bo'lgan, lekin uni biz motion control orqali o'sha tabiat atmosferasiga o'zgartirib yuborganmiz. Videoda o'sha men gapirgan sahnalarning hammasi men o'zim rostdan turib kameraga turib postanovkada gapirganman. Backstage'lar bo'lsa qo'yib yuboraman. Rostdan gapirganman. U gaplarni alohida animatsiya qilib ovoz yozilmagan. Prям yoki sinxron tarzda bo'lgan u narsa. Endi robotda animatsiya qilingan 100% o'tdi. Unga ustidan ovoz berganman, robotga ham o'zim ovoz berganman. Sessiyalar bo'ladi ovozdan. Kutganimdan ko'ra ancha yaxshi natija bo'lgan. Menga yoqqan video. Birinchi o'rin o'zim mazza qilganman protsessda, ikkinchi o'rinda auditoriya ham juda yaxshi qabul qildi. Ikkinchi real case haqida gaplashamiz yoki uchinchi? Uchinchi, to'g'ri. Xo'sh, menda yana bitta g'oya bor edi. Blogerlar bilan kollaboratsiya qilish. Ko'p blogerlarning vaqti yo'q, to'g'ri kelmaydi qaysidir kunlarga va masalan vaqti bo'lganda ham shoshiltiradi u yoq bu yoq tez. Xullas, blogerlarni chaqirmasdan turib, blogerlar bilan kollaboratsiya qildim. Buni qanaqa qildim? Ko'rishingiz mumkin. Stop, shu joyda bu blogerlarni tanimasligingiz mumkin. Nishoninglar bloger. G'oya qanaqa edi? O'z ishini yoqtirmasdan, ya'ni o'zi xohlamagan ishda ishlab yurgan insonlar, bir guruh insonlar o'zi o'sha ishlarini tashlab ketib, risk qilib, ya'ni ishlardan ketib, qo'rqmasdan o'zlarining orzulari tomon, demak, intilishlari, qadam tashlashlari haqida g'oya bor edi. Miyamda shuni men qanaqadir qilib syomka qilishni o'ylab yurardim ancha vaqtdan beri va bu narsa albatta qiyin, chunki videoni ko'ryapsizlar, syomka qilish murakkab bo'lgan sahnalar bor. Masalan, Orolda olingan sahnasi bor, u yoqqa borish bilmayman nech pul bo'ladi, ham viza kerak. Xullas, o'sha narsalarni men hammasini sun'iy intellekt orqali generatsiya qildim va deyarli haqiqiy kadrlarga juda yaqin, qanaqadir multfilm bo'lib qolmagan, qanaqadir 6 ta barmoqlar chiqib, boshqa tomonga qarab yugurib ketib qolib, odamlar kelib yo'q bo'lib ketib qolib, xullas anu bor-ku sun'iy intellekt videolarda hammasi o'zgarib ketib qoladi-yu, unaqa emas. Akkuratniy chiqqan, menga yoqqan misol uchun va ko'pchiligiga yoqdi bu video. Ya'ni qissadan hissa bu joyida, demak bizda asosiysi g'oya bo'lsa bo'ldi. Hozir sun'iy intellekt bilan hamma narsa qilsa bo'ladi. Ya'ni to'liq sun'iy intellektli kontent qilishga o'tib olinglar demoqchi emasman. Xohlasangiz syomka qilinglar, haqiqiy syomkalarni amalga oshiringlar. Faqat o'sha yerda qaysidir joylarda sun'iy intellekt bilan qilsa ham bo'ladi, sizlarga yordamchi bo'ladi, ishlarni osonlashtiradi demoqchiman. O't shunaqa. Demak, shuni tushunish mumkinki, biz sun'iy intellekt orqali kontent tayyorlasak, anchagina vaqtimizni yutamiz, ya'ni tejab qolamiz. Masalan, buni montajda o'sha subtitr yozish, misol uchun ovozlarni tozalash funksiyasi yoki o'sha boya aytganimdek ayrim joylarni, animatsiyali VFX joylarni sun'iy intellekt orqali qorish, vot yoki masalan sizda professional studiya bo'lmasa, uyingizda masalan odamlar professional chiroyli bo'lmasa, uy sharoitida o'sha boya aytgandek clean motion control orqali chiroyli postanovkali vizual yaratib, o'sha o'zingiz oddiy videongizni qo'yib yuborsangiz ham chiroyli joyda o'tirgandek qilib gapirib bersangiz bo'ladi. Demak, bundan hozir sizga bitta real misol keltirsak bo'ladi. Hozir buni yasab ko'rsatib ham beraman. Mana shu o'zida ovozni boshqa tilga tarjima qilish funksiyasi. Demak, do'stlar, ko'pchilik mana YouTube qilishga bizda qiziqishadi. Boshqa global YouTube'ga chiqishga masalan
masalan shu monetizatsiya yoqib pul ishlashga, boshqa videolarga global YouTube'ga chiqishda avvalambor yoki o'zbek tilidan tashqari boshqa bir global til, masalan ingliz tili va boshqa tillarni o'rganishingiz kerak yoki bo'lmasa ovozsiz videolar qilishingiz kerak bo'ladi. Men o'rgatadigan holatda ikkalasini qilsangiz ham bo'ladi. Ovozsiz videolarni ham yasasangiz bo'ladi sun'iy intellekt bilan va o'zingizni ovozingizda gapirgan videongizni ingliz tiliga, rus tiliga, xitoy tiliga, boshqa yapon tiliga masalan tarjima qilsangiz bo'ladi va ko'proq global YouTube'ga chiqishda, ya'ni keng miqyosda 10 mingta, 100 mingta emas, endi millionta, 10 millionta yoki undan ko'proq ko'rishchi soniga chiqsangiz bo'ladi. Oddiy misol kontentlaringizni va bunga ham bitta real misol keltira olaman. Bizni bir yaqin bloger do'stimiz mana shu YouTuber. Xullas o'sha inson YouTube'dagi videolarni boshqa tillarga tarjima qilishga ham qiziqib yurgandi yaqin vaqtlarda va aynan men ko'rsatadigan platforma orqali o'sha narsani sinab ko'ribdi. Endi uni YouTube'ga qo'ydimi yoki yo'qmi bilmayman. Bir gaplashganimizda shu narsani gapirgandi. Men aytgandim, "Ha, yaxshi, zo'r, yaxshi narsani tanlabsiz. Omad." Endi buni men ham sizlarga o'rgatib qo'yaman. Albatta bu global YouTube'ga chiqish uchun emas, bu boshqa kichikroq maqsadlarda ishlatsa ham bo'ladi. Masalan, oddiy reelslaringizni ingliz tilida, arab tilida, turk tilida, bilmayman, o'sha o'zingizga qiziq bo'lgan, o'sha insonlar ko'rsin, o'sha mamlakat insonlari hind tilida masalan, hind bayrog'ini tashlashadi-yu. Xullas o'zingizga qiziq bo'lgan tillarga tarjima qilib Instagramga joylasangiz bo'ladi. Masalan, aynan balki siz qilayotgan yo'nalish o'zbek auditoriyasidan tashqari boshqa mamlakatdagi insonlarga ham foydali bo'lishi kerak deb hisoblashingiz mumkin-da. Mana shu joyda yaxshi bir yechim bor. Bu demak, bizni hozir tushuntirayotgan mavzuyimning bir qismi. Mana sizlarga hozir men jonli ko'rsatib beraman. Demak do'stlar, bu ko'rib turgan platformalar HeyGen platformasi. Bu o'sha birinchi chiqqan kuchli platformalardan bittasi deb hisoblayman shaxsan o'zim. Bu orqali, bu platforma orqali ko'pchilik o'zi AI avatarlarni generatsiya qiladi. Bu nima degani? O'zingiz avataringizni yasab qo'yasiz, promptlar berib tashlaysiz, o'zi tayyor video qilib tashlayverasiz. Syomkaga chiqishingiz ham shart emas. Asosan shu narsaga ishlatishadi va undan tashqari zo'r funksiyasi bor, tarjima qilish funksiyasi. Masalan, o'zbek tilidagi videoni yuklab, uni boshqa tilga tarjima qilsak, demak bo'ladi. Bu joyda biz demak translate any video bo'limiga kirib ko'ramiz. Endi bir jonli ko'rsatib beradiganman-da, faqat valdirab o'tiraversam sizlarga baribir qiziq bo'lmay qoladi video. Shuning uchun jonli ko'rsatamiz. Demak, menda bitta tayyor yuklab olgan videoim bor. Buni bu yerga drag and drop qilamiz. Xo'p, videoni drag and drop qilib oldim. O'z videoni bir qisqacha ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana bu joyda chiqsa kerak balki. Demak, biz bu videoni qaysi tilga tarjima qilmoqchimiz? Mana shu joyidan target language orqali uni boshqa tilga o'girib ko'ramiz. Birinchida arabcha chiqdi. Balki arabchani o'zini tanlab ola qolaman, cho'zib o'tirmaslik uchun. Demak, o'zi HeyGen'da aynan mana shu translate funksiyasida birdaniga Bulgariya, Chinese, shu Xorvat, Chex, boshqa tillarni tanlab olsangiz ham birdaniga bir nechta shu tillarda alohida videolar qilib beradi. Bizga hozircha arab tilining o'zi yetarli, cho'zilib ketmasligi uchun. Yoki ingliz tili qilamizmi? Ko'pchilikga tushunarli bo'ladi ingliz tili qilsak. Mayli, unda Mr. English demak bu joyda tezlikni tanlasak ham bo'ladi. Tezlik deganda bu video tezligi emas, qancha tezroq generatsiya qilib berishi. Eng tezi mana ko'rishimiz mumkin 3 ta kredit olar ekan, oddiysi 2 ta kredit olar ekan. Bizga mayli, kredit sizlardan aylansin do'stlar, sizlar uchun ko'rsatishga tayyorman. Demak, biz bu joyda bitta narsani qilmadik, ya'ni tilimizni mana bu joydan advanced bo'limidan o'zbek tilini ham tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi, o'zbek tili. Ya'ni videoni o'zi original manbasi qaysi tilda degan savolni ham beradi, chunki oldin o'zi topib tushunib olish kerak-da, videodagi odam qaysi tilda gapirayotganini. Biz buni o'zbek tilida ko'rsatib qo'ydik. Baxtimizga o'zbek tilini HeyGen qo'shgan. Buning uchun biz HeyGenga kattakon rahmat aytamiz. Bilamiz, ko'p platformalarda o'zbek tili yo'q, o'zbek tilini qo'llab-quvvatlashmaydi. Bu borada o'zim ham ko'p siqilganman. Mayli. Va biz mana shu joyda translate ni bosamiz. Demak, shu joygacha tushunarli hammaga. Men nima ketma-ketlikda qilganim. Demak, shu tarjima bo'limiga kirib videoni yukladim. Target language ga ingliz tilini belgilab qo'ydim. Advanced ga o'tib, o'zini original tilini, ya'ni o'zbek tilini ham qo'shib qo'ydim. Bu joyda masalan yana nimalar bor? Qo'shimcha funksiyalar, masalan, remove background soundlar, masalan, fondagi shovqinlarni o'chirib tashlayman, va boshqa bla funksiyalari bor. Bizga shart emas. Demak, translate ni bosib generatsiya qilamiz. Ko'rishimiz mumkin, HeyGen generatsiya qilishni boshladi va bu generatsiya qilib bo'lguncha, mana hozir 73% bo'ldi. Generatsiya qilib bo'lguncha men yana sizga ozgina valdirab turmoqchiman, zerikib qolmasligingiz uchun. Do'stlar, qaranglar, hozir bu yerda nima proses bo'layotganini men sizga yaxshiroq tushuntirib berishimga harakat qilaman. Demak do'stlar, HeyGen generatsiya qilishni boshladi videoyimizni. 82% bo'ldi, to'lib qoldi. Hozir bitib qolsa ham kerak va ungacha zerikib qolmasligingiz uchun ozgina sizlar uchun gap sotib turaman. Demak, qaranglar do'stlar, bu yerda o'zi nima bo'layotganini, nima vaziyat bo'layotganini yaxshiroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Do'stlar,
Biz hozir sun'iy intellekt orqali ishimizni optimizatsiya qilyapmiz. Bu bitta kichik usulni sizlarga ko'rsatyapman. Boya aytganimdek, siz o'sha o'zingiz kontentingiz faqat o'zbekistonliklar uchun emas, boshqa millat vakillari uchun ham foydali deb hisoblaydigan bo'lsangiz, aynan mana shu usul bu sizga as qotadi. Haqiqatda as qotadigan usul. Va bu men sizga o'rgatadigan, ko'rsatadigan o'sha bilimlarimdan, tajribalarimdan bir qismi desak ham bo'ladi. Bir dengizdan tomchi deydi-yu. Endi ozgina o'zimga maqtab qo'yaman. Samatsenkamni oshirish uchun hazil. Endi ozgina pozitiv o'tishga harakat qilyapman darsimizni, lekin jiddiy olib qaraganda ham do'stlar, shu paytgacha eslasam, o'ylasam, sun'iy intellekt orqali umuman ancha turli xil sun'iy intellekt instrumentlar orqali ancha-muncha kontentlar qilib qo'yman. Kecha bir Instagramimni titib, eski videolarimni ko'rib chiqdim-da, endi bir yoshlik davrlarini xotirlab, birinchilardan bo'lib sun'iy intellekt bo'yicha blog boshlagan ekanman eslasam. 2023-yilni mart oyida, mana 3 yil bo'libdi. Birinchi Midjourney haqida video qo'yganman. Uni qanaqa tayyorlash haqida. Instagram turibdimi yoki yo'q bilmayman, balki arxiv qolgandirman, balki bordir. U paytda hozirgi sizga ya'ni oldingizdan chiqayotgan sun'iy intellekt bilan mana shunday hayvonlarni gapirtirishni o'rgataman degan content makerlar hali yo'q edi. Instagramda bir go'zal davrlar edi va bizda adashmasam videomiz ham tayyor bo'ldi. Buni hozir ochib ko'ramiz mana. Demak, hello everyone friends. In today's video, we'll talk about running a blog on social media, posting videos and creating content using artificial intelligence. We're not scammers, we're not frauds, we are real content creators. Yo do'stlar, o'zimni ovozim bilan, lip sync bilan zo'r. Menga yoqadi demak hejayim bor mana. Yana bitta qo'yamiz solishtirish uchun. Mana bu original video. Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Bugungi videoda sizlar bilan biz sun'iy intellektlar orqali ijtimoiy tarmoqlarda blog yuritish, videolar joylash, content tayyorlash haqida gaplashamiz. Biz qalloblar emasmiz, firibgarlar emas. Haqiqiy content makerlar. Va mana bu Heyjendagi ingliz tilidagi natijasi. Hello everyone friends. In today's video, we'll talk about running a blog on social media, posting videos and creating content using artificial intelligence. We're not scammers, we're not frauds, we are real content creators. Biz scammer emasmiz degan joylarim ham zo'r tushibdi. Firibgarlarni to'g'ridan-to'g'ri scammer deb tarjima qilar ekan ingliz tiliga. Mana o'zim uchun ham yaxshi not bo'ldi bu. Va biz bu joydan videomizni yuklab olsak ham bo'ladi endi. Mana shu joyda mana downloadni bosib. Qiziq, juda qiziq. Men o'zim ham mazza qilaman shu translate funksiyalari ishlab ketgan paytda. Mana o'zingiz tushunib olsangiz do'stlar, keldi o'sha davr keldi. Biz yoshligimizda robotlarning kinosi bo'lardi. Ya robot degan, men robotman degan Will Smith o'ynagan kino bor ekan, robot. Va Terminator yoki bo'lmasa Inspector Gadget degan multfilm, kinolarimiz bo'lardi. Ultron davri masalan. Endi u yaqin kelajagi, lekin mana o'sha davrlar keldi. Bizga sun'iy intellektlar juda katta yordam berishni boshlashdi bizning ishlarimizga. Lekin video avvalda aytganimdek, qo'rqib ketmanglar. Sun'iy intellekt bizani ishsiz qoldirmaydi. Biz uni ishsiz qoldiramiz. Videoni eng qiziq joylari yaqinlashib kelyapti va o'sha ke bo'ldi desak ham bo'ladi, lekin bu noto'g'ri bo'ladi. Video boshidan oxirigacha qiziq do'stlar. Unaqa fikrda bo'lmaylik. Men o'zim ishlatadigan sun'iy intellektlarni ozgina, qisqacha obzor qilib beraman sizlarga, tahlil qilib beraman. Ya'ni oxirgi mana video davomida sizlarga ko'rsatgan sun'iy intellekt bilan yasagan videolarim bor edi-yu. Mana shularni men qanaqa qilib yasadim va bular menga necha pulga tushadi har oyda hisobidan. Birinchi o'rinda men o'zi sizga qisqacha aytib o'tib ketishim kerak. Bizga har doim birinchi o'rinda avvalambor chatbot kerak bo'ladi. Mana shu joyda logotiplari chiqadi. Eng yaxshi chatbotlarni men shunaqa deb hisoblayman. O'zi avvalambor o'zim qaysi birini ishlataman? Hozir ko'pchilik Claude'ga o'tib ketdi. Tan olish kerak, Claude ba'zi jabhalarda ChatGPT'ni yanchib tashadi va Gemini ham, hatto ko'pchilik hozir Gemini ancha yaxshiroq ChatGPT'dan degan fikrlarni berishyapti. Endi Microsoft Copilot, DeepSeek, yana ba'zi sun'iy intellektlar ular chetga chiqib ketib bo'ldi. Ular meni shaxsiy fikrimcha raqobat qila olmadi. Bizda eng yaxshi 3 tasi bor, demak top 3 eng yaxshi sun'iy intellekt chatbotlar: Gemini, Claude va ChatGPT. O'zingiz nimadan foydalanasiz? Nizamov aka, ukam, do'stim, yorim deganlar bo'lsa va men o'zim ChatGPTdan foydalanaman shu paytgacha, lekin nimaga aynan Claude'ga o'tmadim? Claude accountim bor, lekin ba'zi muammolar sababli Claude'ga o'ta olmayman. Nima muammo desangiz, ChatGPTda mana shundoq katta bazam bor. ChatGPT bilan tushunishingiz uchun men 3 yil yoki 4 yildan beri ishlayman. O'sha akkaunt 4 yillik bazalarim, 4 yillik suhbatlarim bor. ChatGPT meni joy kelsa mendan yaxshi
yaxshiroq biladi deb hisoblayman. Xullas, o'sha eski suhbatlarni hisobiga men Claude'ga o'tib keta olmayman. Claude'da chunki men haqimda ma'lumotlar juda kam. Endi o'zim kiritib qo'ysam bo'ladi-yu, lekin baribir ChatGPT'da katta baza yig'ilib qolganning hisobiga men o'tib keta olmayman to'liq. Bu xuddi mana sizni qadrdon do'stingiz bor, maktabdan birga katta bo'lgansiz, siz haqingizda hamma narsani biladi, shu yoshligingizdan ko'rib katta bo'lgan, burningiz oqib yurgan paytlarni ham ko'rgan va sizni kechagina universitetda tanishgan olifta crash do'stingiz bor. Undan uyalmaysiz, hammaga maqtana olasiz. Mana shu meni o'g'aynim deya olasiz. Lekin menimda biz sizni qadrdon sinfdoshingiz ham bor, sodda, yaxshi, samimiy do'stingiz bor. Voz kechasizmi shunday do'stdan? Mana shuni deb. Hazil bu biroz noto'g'ri o'xshatish, lekin agar siz hali ChatGPT bilan to'liq katta baza qilib qo'ymagan bo'lsangiz, menga o'xshab eski suhbatlar sizga zarur bo'lmasa, Claude'dan boshlayvering. Maslahatim prompt bo'yicha Claude number 1, birinchi o'rinda. Number 1 bo'larmidi ispan tilida? Numero 1. Demak, chatbotlarni alohida ko'rsatib o'tirmadim. ChatGPTga kirib ko'rsatib o'tirgan joyim yo'q. Men hozir sizga boshqa saytni ko'rsatmoqchiman. Bu hozirgi kunda content creatorlar orasida mashhur bo'lib borayotgan higgsfield.com yoki AI ekan. higgsfield.ai platformasi. Demak do'stlar, biz higgsfield.ai saytiga kirib oldik. Nimagadir tepadagi mana bu videolarni ochmayapti. Meni internetim yaxshi emasmi deyman-da. Bu muhim emas, chunki sizda ham internet yaxshi bo'lmasligi mumkin. Axir biz bitta mamlakatdamiz. Demak, bu o'zi nima platforma? Eshitganman, ko'rganman, o'zingiz ham ko'rsatgansiz. Men videomni qo'rqinchligiga. O'zingiz ham ko'rsatgansiz. Boshqa blogerlar ham ko'ramiz, content creatorlar hamma ko'rsatadi buni. Qanaqadir shablonlar bor, kiramiz, siz bergan promptlarni yozamiz, qanaqadir trendiy videolarni olamiz. Yo'q, oxiri nima buni? Hozir bizga nima kerak deyishinglar mumkin, shoshmanglar. Bu to'liq shablon platforma emas. Masalan, template'lar deydi-ku, kirib o'zingiz rasmingizni yuklab, bironta bir shablon, mana har xil shablonlarni ko'rsatib qo'ygan. Shunda oladigan platformani o'zi emas. Ha, bu narsalar bor, lekin faqat bundan iborat emas. Saytdagi birinchi o'rinda biz narx-navo, ob-havo deymiz-ku, o'sha ob-havodan qisqacha sizlarni xabardor qilib qo'ymoqchiman. Taxminan narx-navolar o'zi qanaqa? Adashmasam, men bir oylik obuna uchun Higgsfieldda mana bu yerda oylik obuna narxlarini ko'rsataman. O'zim mana bu plus yoki plus tarifidan foydalanaman. Bu bizda $49 oyiga va bizga bu yerda yozib qo'ygan qancha kredit berishini demay. Mana 1000 ta kredit berar ekan bir oyda. 1000 ta kredit degani bu xuddi pulga chaqqanda sizga 1000 so'm pul beryapti yoki $1000 pul beryapti va uni siz sun'iy intellektga sarflaysiz. Sun'iy intellekt endi masalan $10, $20, $5, $1 bo'lishi mumkin. Shunaqa $1000 sarflab olasiz bir oy ichida. Shunaqa hisoblanadi kreditlarni kredit sistemasi. Demak, taxminan shunaqa hisoblanadi kredit sistemasi. Bu sizni universitetingizdagi kredit sistemasidan biroz farq qiladi. Va bundan tashqari o'zi yana alohida kreatorlar uchun maxsus tariflari ham bor. Mana $129 ultra hamda bu yerda skidga ketyaptimi? $71 ga tushib qopti. Biznes tariflari ham bor. Endi biznesda jamoa bo'lib olishadi. Katta agentstvalar masalan har xil kompaniyalar o'sha jamoalar ishlashi uchun bu yana arzonroq tushadigan tarifi. Ultrada lekin bilishim bo'yicha juda ko'p mana bu yerda yozib qo'ygan. Mana unlimited deb berib tashlashadi. 365 kun unlimited. Ya'ni Seedance 5, Flux 2, Seedram, Nano Banana, Kling 01, GPT Image bular unlimited. Ya'ni tekin. Podpiska sotib ol, u yog'i VIP. Короче, kreditdan tashqari tekin ishlatursang bo'ladi degan skidkalar berib tashlagan Higgsfield va menga yoqadi bu. Yaxshi, albatta yaxshi. Endi biz ham arzonga olmayapmiz. Mana $129 ga olamiz. Endi bir nima skidka qilib bersa endi. Narx-navo shunaqa, men o'zim 49 ligini olaman. $49 ligini va bir oyga menga bemalol yetib ortadi. Endi kattaroq videolar qilmoqchi bo'lsam, ba'zi holatlarda yetmay qoladi. Qo'shimcha kreditlar sotib olaman. Masalan, $30, $40 ga yana дополнительный ustidan sotib olsangiz bo'ladi. Endi yetadi. O'rtacha yetadi. Bu hisoblayman men. Bemalol. Nima qildik va nima natijalar bo'ldi? Image bo'limiga o'tsak, biz Higgsfieldga kirib, bu yerda bir dunyo men yasagan va mana oxirgi ishlatgan promptlarimgacha qolib ketgan. Mana shu boyagi, mana ko'rdingizku, boyagi video mana sizda chiqadi. O'sha videoni qanaqa qilib yasaganimni mana bu yerda eskizlari deymizmi, askadirovkalari deymizmi, o'shalar qolib ketgan. Mana shu rasmlarni men hammasini generatsiya qilganman-da. Mana do'stimiz Baxtishod Tailandda yuribdi. Endi bu rasm bu mana bu Islandiyada ekan bu joy. Bu joyning nomi Cliffs of Mohermi? Xullas o'sha joy. Torni ko'rganlar bilishadi. Ragnarokda Loki bilan Odinning o'lishidan oldin shu joyda gaplashib o'tirishadi. Mana o'sha joy nasib borish nasib qilsin hammamizga, juda chiroyli joylar. Xullas o'sha orzudagi sahnalarni men mana shu AI orqali generatsiya qildim. Mana bu joylarda mana dron uchirayotgan kadrlari hammasi AI orqali generatsiya qilingan. Mana aynan o'sha joy mana xuddi mana sun'iy intellekt o'zi generatsiya qilib berdi. O'sha yerda mana menga yoqqan shu joy, juda chiroyli. Bu o'zi Irlandiyada ekan, lekin to'rda ular Norvegiyaga
borishardi. Balki boshqa joy bilan adashtirgandirman. Va bu yerda mana pianinachi qiz sahnadagi raskodirovkalarini generatsiya qilganman. Oxirida pianino chaladi-ku, emotsional pik joyida. Вот ana o'sha sahnalari mana bu yerda bitta qizni yuzidan foydalanib, men bu hamma rasmlarni generatsiya qilganman. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyda misol uchun men o'zimni generatsiya qilganman. Krugda turishim kerak deganman. Qo'limda ssenariy, kino anaqasi plashatkasi, syomочный plashatkada, как rejissyor obrazida. Endi niyat bor, xudo xohlasa rejissyor bo'lish, yaxshi kinolarni xalqimizga, elimizga taqdim qilish. Qachongacha biz yomon va sifatsiz kinolarni ko'rishimiz kerak axir o'zbek tilida. Bu Nolanni, Kristofer Nolanni bitta shunaqa rasm bor, IMAX kameraga bundoq qarab turganlar. O'shandan ilhomlanib yasaganman, mana bu joyda chiqadi. Demak, men o'zi qisqacha mana shu rasmlarni, videolarni qanaqa generatsiya qilishimni qisqacha tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Endi to'liq tushuntirishga ko'p vaqt ketadi. Buni navbatdagi videolarda albatta tushuntirib beraman. Oxirida uni qanaqa ko'rishingiz mumkinligini ham aytib o'tib ketaman. Demak, do'stlar, protsess menda ikkita bosqichdan iborat. Birinchi o'rinda men ChatGPT ga kirib, hamma dardlarimni to'kib sochaman. Asosiy kalit so'zlarim bor, masalan, albatta sinematik bo'lsin, albatta 35 mmli anamorfik obyektivdan foydalansin, diafragma 208 yoki brutor bo'lsin, yoki bo'lmasa cinematic color grading, issiq kelvin, sovuq kelvin degan tushunchalarimiz bor. Mana o'shalarni kalit so'zlarni kiritaman. Endi bu hammasi professional kinodagi terminlar. Mana shularni kiritaman va bizga tayyor sinematik kadrlarni meni yuzimdan foydalangan holda ularni chiqazib beradi. O'zim yuzimni kadrini bo'lsa yuklayman, o'zim selfie qilaman, yuklanadi. Kirdi endi bir ishlatib ko'ringlar-da. ChatGPT ga kirib, birinchi o'rinda bizga image prompt kerakligini so'rab olaman. ChatGPT meni yaqin do'stim menga bro deb murojaat qiladi. Sizga nima deb murojaat qiladi ChatGPT? Ba'zilar buni sevgan qizi deb hisoblaydi, sevgan yigiti deb hisoblar ekan, bilmaydi deb o'ylayman deydi. Xo'p, ChatGPT ga kirib image prompt kerak. Endi men adabiy tilda yozaman, ko'pchilik o'zini jargoncha qilib, ko'cha tilida gapirar ekan, ChatGPT bilan gaplashar ekan, xuddi o'rtog'i bilan gaplashgandek. Endi men rasmiyroq gaplashishni yaxshi ko'raman, shuning uchun image prompt kerak. Demak, va bizda qaysi model uchun buni ham kiritib ketsa albatta yaxshi. Masalan, Nano Banana Pro. Bu model nima desak, bu turli xil rasm generatsiya qiluvchi modellar bor. Masalan, Nano Banana, Aflax, ChatGPT ichidagi o'zini rasm generatsiya qiladigan dvijoklari. Bular turli xil dvijoklar, hammasi natijalarni turlicha beradi. Endi buni ko'pchiligimiz bilsa kerak. Nano Banana Pro uchun kerak. Buni ham kiritib qo'ysangiz zarar qilmaydi. Va bizga o'g'il bola rasmini yuklayman. Ya'ni bu image to image prompti, ya'ni rasm beraman, rasm olaman. Ba'zi promptlar bor, faqat image prompt, ya'ni faqat prompt beraman, tayyor natijani olaman. Ba'zi holatlarda tayyor reference uchun rasm kiritiladi, natija rasmi olinadi. Bu xuddi shunaqa, image to image, ya'ni mana bunaqa yoziladi. Image to image bo'lmasa, endi bu zamonaviyroq, yoki mana bunaqa image to image prompt. Endi bizda rakurs qanaqa bo'lsin? Medium shot. Medium shot bu nima degani? Taxminan siz ham mana hozir medium shotda ko'ryapsiz. Ya'ni boshim, tanam men ko'ryapti. Bu medium, ya'ni o'rtacha kadr. Kadrda inson o'rtacha ko'rinishi medium shot bo'ladi. Krupniy degani faqat boshim kadrda ko'rinib tursa, bu krupniy, katta bo'lib kadrda ko'rinadi. Yoki общий kadr deyiladi, wide shot. Endi butun tanasi bilan uzoqroqdan ko'rinib turadi inson, u wide. Bizga medium shot kerak, o'rtacha, ya'ni to'liq tanasi shart emas. Yelkalari, boshi ko'rinsa yetadi bizga. Endi bunga biroz look qilamiz. Insonda yoki karakter desa ham bo'ladi. Yaxshiroq tushunish uchun karakter, personaj, klassik italyancha kiyimda deylik, takoy mafiya obrazida. Lamboni oldida tushamizmi? Bo'ldi, Lamboni oldida Lamborghini, Urusmi yo klassiklarimi? Eski modellarni bilmayman-da endi. Lamborghini'ni o'zi Lamborghini mashinasi oldida mashinaga suyangan holda Italiya ko'chalarida qo'lida kofe ushlab olgan deylik. Xullas, mana shu yerda hamma dardlarimni o'zbek tilida ChatGPT ga to'kib sochaman. Endi to'g'ridan-to'g'ri ingliz tilida agar siz prompt bera oladigan bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri bera olsangiz ham bo'ladi. Endi ko'pchilik ingliz tilida to'liq tushuntirib bera olmagani uchun birinchi o'zbek tilidan ingliz tiliga o'girib olganimiz yaxshi. Endi tayyor promptni beradi, biz uni kopiya qilib Nano Bananaga yuklab yuboramiz. Lens bo'lsin, f diafragmamiz, masalan 208. Endi bular nimaligini batafsil keyinroq tushuntirib beraman keyingi darslarimizda. Professional kadr chiqish uchun masalan cinematic color grading. Karakter kameraga emas, yon tomonga qarab turibdi. Masalan luxury vibe kiritamiz va kiritganimizdan prompt yozib berib kiritganimizdan keyin bizga mana shu promptni uzun prompt yozib beradi. Kopiya qilib olsak bo'ladi buni va Nano Bananaga o'sha Higgsfieldga o'tib endi karakter rasmini yuklashimiz kerak bo'ladi. O'zi mana shu platformada mana o'z tayyor generatsiya qilingan rasmim bor edi. Oldindan yasab olganman modelimni. Shuni bundoq kiritib yuboraman-da. Tayyor referens uchun va men ChatGPT bergan promptni bu joyda mana yuklayman. Ko'rishingiz mumkin. Biz aytgan hamma detallarni ChatGPT ni o'zi yozib bergan. Bu joyda mana dvijok tanlasam bo'ladi.
bo'ladi, nano banana frontali. Ikkisini tanlasangiz ham bo'ladi, ikkisi ham yaxshi, lekin farqini solishtirganimda deyarli bir xil. Yer bilan osmonchalik farq ko'rganim yo'q. Bu yerdan rasm proporsiyasini tanlab olsak bo'ladi, 9:6 qilamiz, Instagramga mosroq bo'lsin va generatsiya qilishni bosamiz. Bu joyga kelsak, mana bizda proses boshlandi, generatsiya protsessi. Men ungacha sizlarga o'zim generatsiya qilgan videolarni ham ko'rsatib o'taman. Bu joyda o'sha oxiriga kelgan videomdagi barcha kadrlar mana shu joyda turibdi. Video kadrlar mana bu joyda ko'rishingiz mumkin. Pianino chalayotgan qizni kadri, ko'rayotgan bo'lsangiz kadrlar zoom bo'lyapti. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana sochlari detalizatsiyasi juda yaxshi bilingan. Men hammasini mana shu prompt bilan chiqarganman. Mana bu yerda masalan o'sha IMAX kameraga kelib turgan joylarim ham bor mana. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'ryaptimi? Kulib qo'yaman oxirida. Ba'zi ishlatilmagan kadrlar ham qolib ketgan o'sha videoda. Masalan, bu kadrlarni ishlatmaganman. Masalan, o'zimga o'xshamay qolganman. Endi ba'zi holatlarda sun'iy intellekt birga bir o'xshatib bera olmaydi. Masalan, mana bu sahna bor mana. Bu yerda ham sal hintlarga o'xshab qolganman. O'shaning uchun qo'ymagandim bu joylarni. Xullas, mana bu joylarda o'sha mana bu kadr ham adashmasam ishlatilmay qolib ketgan. Bu yerda ancha-muncha kadrlar qolib ketadi. Mana qiz do'kondan chiqib kelish kerak edi. Aynan shu kadrni ishlatmaganman. Uni o'rniga bizga boshqa yaxshiroq natija chiqib qolgan. Mana boshqacharoq rakursdan o'shani ishlatganman. Ko'rishimiz mumkin. Aynan shu kadrni ishlatganman. Buni endi start, stop frame bilan yasalingan bu joylari. Rasmga qaytamiz. Bizda tayyor bo'ldi. Mana Lambo oldida turgan, kelishgan yigit siymosi ko'rishimiz mumkin. Endi bu juda sodda misol, endi buni ko'pchilik o'zi biladi. Endi sizga qisqacha rasmni qanaqa generatsiya qilinishini bu yerda ko'rsatib o'tganman. Yaxshi funksiyalardan bor, bu yerda enhancer funksiyasi bor, ya'ni yuzni tiniqlashtirish, soft skin qilish mumkin, realistic skin qilish mumkin, imperfect masalan biroz yuzga tekstura berib, nima deydi, ajin deydimi, burishganroq yuz bo'ladi-yu. Bu shunaqa narsalar qo'shib yorsa bo'ladi. Yoki bizda relight funksiyasi ham bor, yorug'likni o'zgartirish funksiyasi. Masalan, quyosh aynan qaysi tomondan kelsa yorug'lik mana. Bu yerda sfera bilan yorug'likni o'zgartirishimiz mumkin kadrda. Masalan, siz bironta rasmingizni yuklab olasiz, yorug'lik noto'g'ri tushib qolgan. Aynan mana shu yerdagi relight funksiyasi bilan yorug'likni ham chir o'zgartirib olsangiz bo'ladi rakurs. Yoki bizda angels funksiyasi bor. Rasmni aynan mana shu rakurs yoqmayapti. Kamerani biz boshqa rakursdan berib, maxsus 12 xil rakursdan generatsiya qilsak bo'ladi. Endi buni boshqa dvijokda generatsiya qiladi. Yuz qiyofalar biroz o'zgarib ketishi mumkin. Yoki upscale funksiyasi bor. Masalan, tiniqlashtirish funksiyasi rasmni masalan 2 karra tiniqlashtirish yoki 4 karra mana 6144 pikselga 11008 piksel kenglikda. Bu katta proporsiya, 4 dan ancha kattaroq bilishim bo'yicha. Ha, 4 dan katta. Ya'ni ancha tiniqlashtirib beradi masalan mana 34 ta kreditga. 34 ta kredit bu qimmatroq nisbatan, chunki o'rtacha bitta rasmni 2-3 ta kreditdan yasab beradi. Promptlarni, ya'ni kalit so'zlarni har doim shu ChatGPT bilan birga interaktiv deydimi, nima deydi, individual tarzda gaplashib olishga harakat qilaman. Endi to'g'ridan-to'g'ri ba'zida qisqa promptlar bo'lsa, shunda o'zim yozib yuboraman, lekin miyamdagi narsalarni har doim birinchi o'rinda ChatGPT ga to'kib sochib, undan eng yaxshi optimal promptni olib dvijokka tashlab generatsiya qilaman. Sizlarga ham maslahat beraman shuni. Endi ba'zilar aytish mumkin, ChatGPT ga kirib shunda o'zbekcha prompt yozsam, rasm chiqazib beradi-yu. Gemini ga kirib ham shunda o'zbekcha mana buni unaqa o'zgartirib ber, unaqa qilib bersam qilib beradi deyishingiz mumkin. Ha, bu endi havaskorona yo'l deb hisoblayman. Professional yo'l emas, professional yechim emas bu har doim. Masalan, bitta video chiqazgandim, rasmlarni tiniqlashtirish prompti haqida gap ketgan u joyda va prompt ancha uzun edi. Ko'pchilik yozgan, prosta tiniqlashtirib ber deb yozsangiz ham tiniqlashtirib beradi-yu degan. Ha, bunaqa yo'li ham bor, lekin ba'zi narsalar 100% ishlamaydi u holatda. Prompt o'qib chiqsangiz u joyda ko'p narsalar qo'shilgan. Endi shunaqa joylari bor, shuning uchun professional yechim sifatida har doim birinchi ChatGPT ga yoki o'sha Claude, Gemini ga kirib, eng yaxshi prompt yozdirib olib, optimizatsiya qilingan promptni bersanglar, ya'ni ingliz tilida berilganda har doim yaxshiroq tushunadi. O'zbek tilida ChatGPT, Gemini ile tushunishi mumkin, lekin men buni Higgsfield fikr olib o'zbek tilida prompt bera olmaysiz. Balki tushunar, men berib ham ko'rmaganman, lekin tavsiya ham qilmayman. Baribir kutilgan natija chiqmaydi. Kelajak sun'iy intellekt bilanmi? Bu aktual savol. Ko'pchilik aytadi, hozir trend bo'ldi, yo'qolib ketishi ham mumkin, o'zgarib ketadi tendensiyalar. Baribir o'sha klassik physical, ya'ni mana bu barmoqlar bilan his qiladigan mehnatlar yana qaytib keladi deyishadi ba'zilar, ba'zilar esa yo'q, bo'ldi, o'zgarib ketdi, tan olishimiz kerak, qabul qilishimiz kerak. Birinchi ot aravalarni o'rnini mashinalar egallagan davrda ham, ot aravalarda baribir zodagonlar yuradi hali, bo'ladi. U mashinalar qora xalqqa degan gaplarni aytishgan odamlarga, lekin hozir hech kim ot aravada yurmaydi. Ko'ryapmiz, hamma mashinaga o'tib ketib bo'lgan. Shunaqa proses bo'ladi. Men o'ylashimcha sun'iy intellekt bu bugun chiqib qolib, ertaga yo'qolib ketadigan tendensiya emas. Bu bizning hayotimizning bir qismiga aylanib ketadi va biz buni to'g'ri qabul qilishimiz kerak deb hisoblayman do'stlar. Ko'nglimizni keng qilaylik. Hammasi albatta yaxshi bo'ladi. Kelajakda g'alaba qiladiganlar bular eng ko'p ishlaganlar emas, to'g'ri ishlaganlar. So'zimiz oxirida, otalar so'z aqlning o'zi. So'zimiz oxirida nima demoqchimiz?
Do'stlar, AI bilan urushishga harakat qilmanglar, kurashishga harakat qilmanglar, ignor qilishga harakat qilmanglar. Просто u bilan til topishinglar bo'ldi. Вот всё. Qabul qilish kerak do'stlar shu narsani. Ha, hozir ayrim toifalar, ayrim kasb vakillariga qiziq bo'lmasligi mumkin. Menga kerak emas, meni ishim sartaroshlik, meni ishim bo'lishi mumkin, svarshiklik, temirchilik yoki bo'lmasa bog'bonlik kerak emas deyishligi mumkin. Lekin aynan o'sha insonlar ham, aynan o'sha kasb vakillari ham o'zini ishiga bitta integratsiya qilib ko'rsa, shu narsani ancha-muncha yangi ishlar, yangi qirralar, avval o'ylab ko'rmagan g'oyalar kelishni boshlaydi u insonlarga. Masalan, oddiy sartarosh misolida bironta bir mijoziga qanaqa soch turmagiga yarashishini hozir AI bittada chiqazib beradi. Masalan, hozir ko'rsangiz Nano Bananaga o'sha insonning rasmini yuklab, bir nechta soch turmaklarini tanlab, masalan, nomini berib, promptni generatsiya qildirib ko'ramiz. Oldindan qanaqa ko'rinishini biz ko'rib olishimiz mumkin. Albatta, sartaroshimiz ham qo'li gul bo'lsa. Endi bu juda sodda misol. Buni juda keng miqyosda ishlatsa ham bo'ladi, bilamiz buni. Videoyim so'ngidagi fikrim 2026-yilda kontent qiladiganlar ikkita turga bo'linadi. Sun'iy intellekt bilan kuchaytirilgan tarzda kontent qiladiganlar va odatiy video qiladigan, odatiy kontent qiladiganlarni turiga bo'linib qoladi va o'rtadagi farq ancha katta bo'ladi. Do'stlar, bugungi introduction videomiz shulardan iborat edi. Bu hali hammasi emas. Men sizga step by step juda ham ko'p bilimlarimni sun'iy intellekt orqali o'rgatib boraman. Real case'lar bilan, aynan mana bugun ham ko'rgan bo'lsanglar, faqat real case'lar bilan gapirdim. Qanaqadir havoni olib, o'zim qilmagan narsalarni sizlarga ko'rsatmadim. Hammasi o'zim qilib yurgan ishlarni ketma-ketlikda qisqacha tanishtirib o'tdim. Nasib qilsa, bundan ham batafsil video darslarni agar qiziqayotgan bo'lsanglar, ko'rasizlar. Mana shu siz ko'rayotgan video tagidagi link orqali meni yopiq Telegram kanalimga bemalol qo'shilib olsangiz bo'ladi. Kanal bu ochiq kanal emas, ya'ni ommaviy kanal emas. Aynan mana shu bugungi mavzu atrofida qiziqadigan insonlar yig'iladigan kanal. Kanalda bafurcha suhbatlashamiz. Sun'iy intellektlar haqida ajoyib kontentlarni joylab boraman. O'zimning real tajribamdan kelib chiqqan real case'lar bilan bo'layotgan protsesslarni yoritib boraman. Qanaqa promptlar bilan ishlayapman, nimalar bo'lyapti, syomkalar qanaqa bo'lyapti. Kanalda bemalol bafurcha gaplashsak bo'ladi. Sizlar bilan qiziqarli kontentlarni u yoqda ham joylab boraman. O'zimning tajribamdan real case'lardan kelib chiqqan holatda aynan o'zim qilayotgan proyektlarni yoritib boraman, darslar bo'ladi albatta u kanalda ham. O'ylaymanki, bugungi mavzu qiziq bo'lgani kabi, bu kanaldagi videolar ham sizga qiziq bo'ladi. Kanalda ko'rishamiz do'stlar. Salomat bo'linglar.